bu narsani obzor qilayotganda men uyatni bitta joyga yig'ishtirib turaman, chunki bu turmush hayotda eng kerakli bo'lgan mahsulotlardan bittasi hisoblanadi. Bu faqatgina ozish protsessida emas. Как обычный holda profilaktika uchun ichib yurishinglarni tavsiya qilaman. Hozirgi kunda o'zim xo'jayinaman tushyapti. Yosh katta bo'lgan sari hammamizda jenskiy taraflama, mufqoy taraflama turmush o'rtoqlarimizda muammolar kelib chiqishni boshlaydi. Ya'ni tez holatlar bo'lib qoladi. Tushunmaydi degan umiddaman. Bu narsani turmushga chiqqan ayollar juda ham tushunadi. Tez holatlarini tushundinglar. Ana o'shanaqa holatlarini kamaytirishga yordam beradi. Prostatitni to'xtatadi. Bu mufqoy qizlar, mufqoy haqida gapiryapman. Va urug'larni agar farzandlikka tayyorlanayotgan bo'lsa, urug'larni aktivlashtirishga va o'sha narsani ko'paytirishga yordam beradigan narsa hisoblanadi. Yana ham yoritib bera olmadim, qog'ozga o'rab gapirdim. Bu xuddi shunaqa ayollarda, ya'ni jenskiy taraflama muammolar, shamollashlar, matka atrofidagi yog'larni erishga yordam beradi. Follikulalarni yaxshi yorilishiga va